so'nggi kunlarda sezayotgan bo'lsangiz, motion dizaynerlar va video montajyorlarga talab ijtimoiy tarmoqlarda keskin oshyapti. 2023-yil mobilografiya qanaqa ommalashgan bo'lsa, hozir video montaj va motion shunaqa darajada keskin ommalashib ketyapti. Instagramda shaxsiy brend qurayotganlar va turli xil kompaniyalarga sifatli kadrlar kerak bo'lyapti. Natijada video montaj va motion o'rgatadigan kurslar ko'payib, ko'pchilik ularni sifatsizligidan aziyat chekib qolishyapti. Bugun sizlar bilan ushbu sohalarni tez va sifatli o'rgatadigan kurslarni to'g'ri tanlash va ularga aldanib qolmaslik haqida gaplashamiz. Agarda ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, kamdan kam bo'ladigan taklifni aynan sizga bermoqchiman. Hozir sizga 3 ta muhim tavsiya bilan dars sotib olishda xato qilmaslikni o'rgatib qo'ymoqchiman. Birinchi muhim jihat bu ustozning tajribasi, ya'ni ustoz faqatgina dars beruvchi emas, balki u real proyektlarda ham ishlagan bo'lishi kerak. Uni qilgan ishlarini ochiq ko'rish mumkinmi? Real mijozlar bilan ishlaganmi? Bozorda nimasi bilan tanilgan? Bular juda ham muhim. Chunki darsni har kim ham o'ta oladi, lekin real ish jarayonini faqat o'zi ishlab ko'rgan odam tushuntirib bera oladi. Ikkinchi muhim jihat bu kurs qanchalik real praktikaga yo'naltirilganligidadir. Video montaj va motion faqatgina ko'rib o'rganiladi soha emas. Siz mustaqil ishlashingiz, xato qilishingiz va shu xatolar orqali o'sishni bilishingiz kerak. Agar kursda uyga vazifalar, real topshiriqlar va ularni tahlili bo'lmasa, rivojlanish va o'sish juda ham sekin bo'ladi. Uchinchi muhim e'tibor beriladigan jihat bu aloqa va qo'llab-quvvatlash. Savollaringizga kim javob beradi? Telegram guruh bormi? Individual fikr mulohaza beriladimi o'zi? Yaxshi kursda siz hech qachon yolg'iz qolib ketmaysiz, chunki ko'pchilik aynan yordam bo'lmaganligi uchun bu sohani yarim yo'lda tashlab ketishadi. Va eng oxirgisi, lekin juda muhim narsa bu narx. Eng qimmat kurs har doim eng yaxshisi degan emas. Asosiysi narx emas, berilayotgan qiymatni solishtiring. Xulosa qilib aytganda, kurs tanlashda adashmang. Reklama va chiroyli so'zlarga aldanmasdan, real ishlar, real tajriba va real natijani solishtirishni o'rganing. To'g'ri tanlangan kurs sizni bir necha oyda butun bir boshli yo'nalishingizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Xo'sh, endi sizga videoni boshida aytgan muhim taklifim haqida batafsil ma'lumot bersam. Bir necha kun oldin Telegramda post qo'ydim. Agarda men 100 mingta bo'lsam, o'quv darslarimga chegirma qilaman deb. Va mana o'sha kun ham keldi. Instagramda 100 mingta bo'lgani munosabati bilan 5 ta moduldan va 25 ta darsdan iborat bo'lgan o'quv darsligimga naqd 50% chegirmani e'lon qilaman. Xo'p, kelinglar hozir sizlarga real time'da Telegramdagi yopiq kanalimizda ketayotgan darslar haqida batafsil ma'lumot bersam. Mana ko'rishinglar mumkin. Bu yerda umumiy hisobda 5 ta modul va 25 ta dars mavjud. Har bitta modulni mana shunday qilib qulay uslubda bemalol ko'rib olishinglar mumkin va bu yerda eng muhimi boshlang'ich, ya'ni noldan ko'rib o'rganishingiz mumkin. Ya'ni video montaj va motion animatsiyalarni prям noldan boshlab 100%, ya'ni professional darajagacha o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Darslarimizda boshida asosan hammasi noldan 100% tushuntirilgan bo'ladi va oxiriga kelib, mana oxirgi kunlarda Instagramda chiqazayotgan reelslarimni, umuman oxirgi paytda trendda bo'layotgan turli xil animatsiya tutoriallarini ushbu kursimizda ko'rishinglar mumkin. Misol uchun, umumiy hisobda mana Yandex.Go Apple stil animatsiyasini, ya'ni Instagramda o'sha trendga aylanib ketgan Instagramdagi qo'ygan animatsiyamni tutorialni, ya'ni mana 2,5 soatga yaqin tutorialni kursga joylab qo'yganman va eng muhimi, darslarimizda mobaynida hamma beriladigan ishodniklar, ya'ni foydalaniladigan ishodniklarni mana bu yerdan yuklab olishingiz mumkin. Ya'ni bu yerga kirib, nimaiki foydalansak, plugindan foydalanamizmi, videolardan foydalanamizmi, expressionlardan foydalanamizmi yoki qanaqadir videolardan foydalanamizmi, hammasini nimaiki foydalansam tashlab qo'yaman. Bemalol, muammosiz Mac uchun ham, Windows uchun ham ishlatishingiz mumkin bo'lar ekan. Va eng muhimi, bizda, ya'ni ushbu kursda 24 ga 7 qo'llab-quvvatlash bor. Ya'ni kuratorlar sizni savolingizga, ya'ni qanaqadir qiynalib qolsangiz yoki savol bo'lib qolsa sizda, misol uchun qayergadir tushunmay qoldingiz, sразу gruppaga kirib, mana men bitta gruppaga kirib agar yozadigan bo'lsangiz, sразу kuratorlar ko'rishadi va kuratorlar sizni savolingizga javob berib o'tishadi. Va agarda uyga vazifalarni qilib, gruppaga yuborsanglar, meni o'zim uyga vazifalaringizni ko'rib, qanaqa chiqqan, qayerda xato kamchilik qilgansiz, hammasiga shaxsan o'zim javob berib, feedbacklarimni berib o'taman. To'g'risini aytsam, bunaqa taklifni har doim ham beravermayman. Agarda saytlarimga kirib, o'shdagi narxlar bilan tanishib chiqadigan bo'lsanglar, eng arzon narxi o'zi, ya'ni tarifi o'zi 2,5 million so'mdan boshlanyapti, tasavvur qilishingiz uchun. Men hammani byudjet ko'taradigan, prям hamma sota oladigan tarif o'ylab topdim. Ya'ni 1 million so'mlik tarifi minus 50% maxsus taklif bilan
495 ming so'm evaziga xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni ushbu tarif ichida tepada sanab o'tgan hamma narsalarni kiradi. Ya'ni 24/7 kuratorlar yordami, ishodniklar kanali va umumiy hisobda 5 ta moduldan tashkil topgan 25 ta professional video darsliklar ham o'z ichiga kirar ekan. Bemalol mana shu Telegram profilga yozsanglar bo'ladi. Men sizlarga kurs bo'yicha batafsil ma'lumotlarni o'sha yerda beraman va to'lov qilish masalasi bo'yicha ham bemalol o'sha yerda gaplashib olishimiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.